Besh to'yib kalta yeganmisizlar? Maza qilib kalta yegan. Shuning uchun aytganman, kattalar sakramaslik kerak deb. O'zi nima bo'ldi? Hozir aytib beraman. Ya, Sher. O'rtoq, Nima yaxshimisan? bugun erta chiqibsanmi? Ha, o'zi har doim vaqtida chiqaman. Sher. Ko'zing qizargan. Yaxshimisan? O'zimmi? Ana fizik ustoz tushimga ham kirib chiqdi, kech qolaman o'rtoq. Uxlamasdan yana olmadi. Ketdim aytayapti. O'rtoq, yana deysan, chin to'la dard u. Sher. Do'stlar, jim, xonamizga direktor kelyapti. Men hozir sizlarga direktorimizning har doim gaplarini o'xshatib beraman. Salom bolajonlar, hamma darsdami? Kim bor, kim yo'q? Doniyor hali ham sochingni oldirmadingmi? Ertaga oldirib kel, ko'rmayin. Bugun maktabimizga komissiya keladi, hamma joyida jim o'tirsin, xo'pmi? O'tiringlar. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar bolajonlar? Прогул qilganlar yo'qmi? Xo'p, bugun maktabimizga komissiya keladi. Shuning uchun hammanglar darsda jim o'tiringlar, tushunarli? Doniyor, o'rningdan turchi, sen sochingni hali ham oldirmadingmi? Ertaga ko'rmay, tushundingmi? O'tir. Jim o'tiramiz. Tushunarli, a? Anchalar. Salla bilan keyin gaplashamiz. Keldingizmi? Siz bemalol darsingizni o'tavering. Men chiqib komissiyalarga qarayman. Jim o'tiramiz. Dam olish kunlariga ham komissiya keladi bizning maktabga. Daftar ruchkalarni olinglar. Ruchka yo'qmi menda? Doni ruchka bormi? Bor. Tur shunda. Hozir yana gap eshitdim. Yo'q, men beraman senga. Kecha yangi olgandim. Sanani qo'yib olay. Mana ruchka. Nima bu ahvol? Mana bunda yozsan. Ruchka yo'q. Senga bo'laveradi, yarashaveradi senga. Sal qol. Ishda hozir. Yaxshi gaplashamiz, xo'p. Dars tugashiga ham 1 soat vaqt qolibdi. Lo'qlarni chaqirib pulni olib, kechki kayf qilamiz. O'rtoq, shunaqangi kichkina narsa aytib qo'yganman. Pulni olishimiz bilan borib olib kelaman. O'zing nima moqchisan, o'rtoq? Ko'ramiz, hali vaqt bor-ku. Kechki bu narsa qilamiz. Sen nima deysan, o'rtoq? Bu muammo emas. Qo'rnam 3 litr bu narsa yeb kelaylik. Yo'llaring qani Ketdi. Kosmos reklamasini ko'rdinglar. Qo'ying, yangi xonagacha ovozini eshitilyapti. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz. Shahlo, nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Ustoz Sher Shahloni kalaka qildi. Sherzod To'roningdan. Boshlandi. Uyalmaysanmi? Qiz bolani yig'latgani. Biz просто negirlar futbol haqida gaplashib men hali Shahloni xafa qilganim yo'q. To'rin bolalar. Betingni tursa qo'lan chiqmaydi. Unaqa demang ustoz. O'zi yaqingina odamlar ezbersa shunday soqolimni oladim. Qon chiqib bo'lib qoldim o'zi. Shahlo, tur, yuz qo'lingni yuvib. Odamlarga aytib, boshingni yordiraman, ahmoq. Voy. Ertaga bin topib kelishim kerak ekanda yana. Sherzod, o'tir. Doni tut, uyga vazifani ayt. Ustoz, fizikani bilaman-ku. Shu kimyadan tayyorgarlik ko'rayotgan edim. Kimyachi ustoz oldiga chiqib kelsam bo'ladimi? Ha, siz qotirib qo'ygansiz-da. Bilasiz. Senga bitta savol aytaman. O'sha savolimga javob ber, chiqishing mumkin. Ha, ayting. Voltning birligi nima? Voltning birligi bu gapirsang-chi. Voltning birligi Voltning birligi volt ustoz. O'tir ikki. Voy. Ikkiligini bilardim. Shu tilimni uchida turgan. Shu ustozimiz nervinida. Vav qilaman. Daftar kitobingni ochinglar. Daftar. Och kitobingni. Maktabga begona bola kelib qoldi. Dur bor. Adashib qoldinglarmi? Bizning maktabda. Yo'linglarni topa olmayapsizlar. Qizlar, doyaxonaga boringlar.
Turishini qara, qahramon. Menimcha bular tapchkasini yo'qotib qo'ygan, Doniyor. Maktab geroylari superini Batmanla shotda ekan, o'rtoq. Shef, gazini bos. Tushunmadim. Nima deyapsan? Nima deyish kerak? Tushunmadim, nima bu ahvol? Ali, o'rtoq, nima bo'ldi sen? Qaysi biri yiqildilaring? Tur, o'rtoq. Kichkina bolani yotishini qaranglar. Sen ko'rdingmi, kim qildi? Yo'q, men bilmadim. Salla vaqti o'zlaringdan ketib qolsallama. Nima qilish kerak sallaga? Bola, direktor. Ochib tur. Короче, darsdan keyin hammani maktab orqasida kutaman, tushundilaringmi? Ketdi bolalar. Qizlar qaranglar, bo'yiga o'timiz qancha prosmotr yig'ibdi. Bu ana 11-sinfdagi krasavchik bola-yu, u ham senga like bosibdimi? Qayoqda? Ahvolini qarangna. G'irt sotaku. Shu ketishda tiktoker bo'lib ketasan, o'rtoq. Turinglar qizlar, dars boshlandi. Ey, 10A, 11, nima sallani kechgacha kutish kerakmi? Qana hamma pulni chiqarlaring tez. Sababini o'zlaring bilasan. Bratan, o'z puldan qiynalyapmiz. Yaqinda pul berdik sizlarga. Cho'rtlar, ovozingni o'chirib, uydagilaringdan remontga desalaring berishadi. Uydagilardan bir oyda 5 marta remontga pul olyapmiz. Men uyalaman. O biz bilasanmi? O'tgan yil 11-sinflarga uyimizdan non bo'lsa ham olib chiqib berganmiz. Shuni bilasanmi? O'rasi ham short bo'lgan ekan. O'li payt dura. Bir gapini aytlaring, qachon berasanlar? Qachon berasanlar emas, bugun berasanlar, tushundilaringmi? Boya direktor oldida ham indamadim. Buni ushlab turgin. Terar bir safda hamma. Tez, qani, hamma terilsin, tez. Polvon sen bu yoqqa o'tib tur. Ertaga sallani maktab orqasida kutaman. Pul bilan kellaring. Ketdi bolalar. Ana Sardorni ko'rdingmi ahvolini? Shuni. Nima bu? O duxu. Mudovagani kuchi yo'q ekanda, o'rtoq bizni shahlo qattiqroq uradimi? To'ppa-to'g'ri bor u, vafsi. Ketdik bolalar. Pulli harakatda bo'lishimiz kerak. O'zi kalti yurib qorani ochib ketdi, o'zi ketdi, bu narsa yeb ola qolaylik. Oyoq yoshchilik qilyaptim, yoqsindirib olish kerakmi? Ko'zingga qarab yurmaysanmi, lo'q? Cho'tam, nima bo'pti bu yerda, bolalar? Sen polvon jim o'tir, biza gaplashayotganda, xo'p? Nima polvonni otdi? O'zing kelasanmi, o'tirib borish kerakmi? Tur, va sur. Polvon kimligini ko'rsatib qo'ying, o'g'liga. To'xta. Qani? Qo'shib turing, og'ay. Chakagingda tishlaring nechtaligini bilasanmi? Seni bilsang qancha bo'lsa shuncha. Shunaqa bo'ladi. Davay, oldimga tush hamma. Bo'l. Yur oldimga tush dedim senga.
Ustoz, xonangizni yig'ishtirib olasizmi? Chiqib turaylik. O'chir o'zing, tushundingmi? Sallaga qancha gapirsang befoyda ekan. Nima, sallani otalaring ham shunaqa o'qiganmi maktabda? Javob berchi gapimga. Xalqimizda bir gap bor. Birovning bo'yi kalta, birovning O'yi kalta, ustoz. to'ppa to'g'ri. Yomonga gapirsang bir balo, gapirmasang Gapirmasang bir balo. borsan chiqaverchi. Bor. Avliyo. Bola boshidan baliq. Короче, menga qaralaring. Yana bir marta shu holat takrorlanadigan bo'lsa, maktabdan haydalasizlar, tushundilaringmi? So'rxonalaringga davay. Bo'l. Shahlo yaxshi bo'lib qoldingmi? Sherzod, Shahlodan tez uzr so'rab qo'y. O'rtoq. Menimcha noto'g'ri ish qilding. Shahlodan uzringni so'rab qo'y. Shahlodanmi? To'g'ri aytasan menimcha mana. Qarasan hozir tish qilasan. Xo'sh, Shu bolalarni tashqariga olib chiqib tursang. yaxshi, men bolalarni chiqarib turaman. Gaplashib olasizlar. Qizlar, bolalar, chiqib turamiz. Voy, Sher rostdan ham uzr so'raydimi? Ishonish qiyin. Men she'ri bilaman, albatta uzr so'raydi. Men bu she'rni 10 yildan beri bilaman. Hech qachon hech kimdan uzr so'ramagan. Yo'q. Hozir ustidan qotadi bu. Yana kalaka qilmasa bo'lgani. Nima deysan, gapir? Shahlo, jahl qilmagin. To'g'ri, seni xafa qildim. Senga o'zi anchadan beri bitta gap aytaman beraver. Xullas, sen menga yoqasan. Ko'rganimda o'zimni yo'qotib, bu yerga joy topolmay qolaman. Juda chiroyli qizsan, qaddi qomating kelishgan. Men seni sevib qoldim. Ko'zlaring chiroyli. Qoshlaring, sochlaring o'zingga yarashgan. Hatto qiluvlaring o'zingga yarashgan. Nima? Aytdim, men seni sevaman. Ayniqsa Shahlo degan isming juda ham chiroyli. Men seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman, Shahlo. Shunaqa deyishim holatimi deng? Mana, bu faqat inglizcha kinolarda bo'ladi. Tushundingmi? Aytdim-ku men sizlarga. Soat necha bo'ldi? O'rtoq, dars tugashiga yarim soat qoldi. Pulli harakatini qilish kerak. Bolalarni yig'. Bolalarni yig'aylik, gaplashamiz. Voy, nima bu? O'rtoq, bilasan, hozir pulim yo'q. Berib tur, keyin beraman, radmi? Bilasana, gaplash. Nimaga puling yo'q? O'rtoq, ko'rmaysanmi? Kecha 9-sinfdagi Umida bor-ku. Shu bilan kinoga borganda, hamma pulimni shunda ishlatib qo'yibman-da. Bir safarga o'zing tushuntirib tur bolalarga. Har doim shunaqa parod qilasanlar o'zi bor-ku. O'zi peshinang ikkita shox taqib olgansan, g'irt sigirdan farqing qolmabdi-yu. Unaqa dema, o'rtoq. Bir safarga shunaqa qilib turinglar. So'ta, har doim shunaqa parod qilasanlar o'zi. Bo'pti, bir narsa qilarmiz. Yur, ko'cha. Qatta yuribdi men bu tarakallar. O'zi kech bo'ldi-yu, kech yaxshiroq urish kerak edi. O'rtoq bilan bor, vashi o'zidan ketyapti bular. Chaqirilgan, hozir kelishadi. Nima diqqat bo'lasan? Xavotir olmalaring. Kelsa pulni olib, kechki bu narsa uyushtiramiz. Qanday kelishyapti lan akalar? Sardor, krasovkang kelyapti-yu, o'rtoq, kelishini qara buni. O'g'lar, Hatiko filmini ko'rganmisizlar? Men ko'rganman. It bo'ladi-da, egasini vokzalda umrini oxirigacha kutib turadi-da. Salla, bizani mensimayapsizlarmi? Dars qachon tugaganini bilasanmi o'zi?
Sinfga direktor kirib, so'rovnomani to'ldirishimizni aytdi. Qanaqa so'rovnoma ekan? Katta sinf klasslardan pul olyaptimi, yo'qmi deb shuni so'radi. Bizda unaqa bolalar yo'q-ku, to'g'rimi bolalar? So'raychi. Yo bularni qiynab, qo'rqitib pulni olyapsizlarmi? O maqsadga o'tlaring, pul qani? Sizlarni qiynab qo'ymayapmiz, bolalar ozgina pulni deb, zato quloqlaring tinch yuribdi. Davay sizlarni qiladigan ishing tugadi, so'rxonalaringga. O'qituvchilar ko'rib qolmasa, yana 11-sinflar, 10-sinflardan pul olyapti deb. Sirg'al bo'tda ham. Hop. Bo'ldi, bo'lsa kosmosga chiqinglar ertaga. Qizlar sizlar kosmosga chiqasizlarmi? Kosmosga? Ha, chiqamiz. Darsga Kelinglar mehmonlar, tinchlikmi? Astrinasi yo'q-ku bolalar, nima bo'ldi ekan bularga? Bunga bir chora ko'rmasak bo'lmaydi. Уже bir oyda 5 marta pul yig'amiz. Nimaga biz kichkinalardan pul olmaymiz? Bizdan kattalar pul olish kerak. To'g'ri lekin gap. Yana o'sha umrlarmi? O'zim aytsang ham yetaman deb turdim. Xullas, menda bitta fikr bor bolalar. Ular bizdan nega pul oladi, biz nega pul olmaymiz? Biz ham 9 dan yig'ib pul olaylik. Ha, yig'ish kerak. To'g'rimi bolalar? Davay, darsdan keyin 9 dan stadionga ko'rishamiz. Muammo qal. Ko'rishamiz. O'tir. Chiqing. Ulardan ertaroq 9lardan pulni yig'ib, ularni chopish kerak. Qani galishidi. Davay ketib harakat qilaylik bo'lmasa. Qizlar yangilikni eshitdinglarmi? Yo'q. Qanaqa? Ana Umradagi Eldor bor, o'sha qiziga iPhone bilan atirgul sog'ib. Yo'q, Ha, o'zim ko'rdim. Ha, shunaqa romantik bola yo'qotdi. 10-sinflar ichida shunaqa romantik bola ham yo'q. Nega bor-ku? Mana masalan Umid. Oo, biram shahzodangizni maqtaysiz. Yo'q, nimaga hurmat qilaman? Bilan. Cho'tam, qizlar. To'rttanglar birgalashib, mana shu ro'yim haqida gaplashyapsizlarmi? Voy, biram o'zingni maqtaysan-ki. Krasavchik bo'lish hammaga emas-da, bilasizlar-ku, to'g'rimi qizlar? Ha, ketdik, tashqariga chiqaylik. Shundoq shirin qizlarga bittadan marojna olib bera olmaymanmi? Oo, ko'rdinglarmi qizlar? Biz sinfda ham jentlmen bolalar bor. Ha, bolalar. Ovora qilib qo'ymadingmi? Xullas, oralaringda yozaman, chizaman, onamga aytib beraman, direktor chaqirib kelaman deydigan bo'lsa, o'tdan surib qollaring. Hop, va. O, qayerga ketyapsanlar? Qayerlaring o'qing? To'xtalaring. Tur hamma joyingga. Nima sanlar? Terpiyamisanlar yo yozuvchimisanlar? Ertaga sanlar ham 10-sinf yo 11-sinf bo'lasanlar de. Ha? Ko'tlaring tozalamasa-laring, naqo kerak aytib kelib. To'g'ri. Soqqani oladilar. Tushunmadim, nima bo'lyapti? Ye. Mehmonlar-ku. Kelinglar. Ko'rmayapsanmi 9-sinf bilan gaplashib turibmiz. Ko'zimiz ko'ramas, ko'rib turibmiz. Yoki sanlar kimsan bularga naybatcha qilgan? Biz 9B emasmiz, 10Bmiz. Bularni o'zingizdan chiqarib qo'yibdi bular. Qayoqqa? Yuringlar. To'xtalaring. Surlaring dedim sanlarga. Joyingga. Tur. Qo'lingni tushirib gapir, qo'lingni. Kattalar gapirganda qisib turgan. Polvon. Kattalar. Katta bolalar-yu. Voy. Polvonni sog'inib qopti-yu bular. Sichqonni o'lgisi kelsa, mushuk bilan o'ynashar ekan. Eshitganmisan shu gapni? Yo'q, tanishinglar bolalar. Dinozavrga o'xshagan sichqon. Qani? Bular vaqt o'zidan ketib qoldi-yu, ha? Ushlatdir. Xullas, urushmoqchimisanlar? Ha, urushmoqchimiz. Ketdi. Yurlaring. Ketdi, davay, sanlarga polvonni ko'rsatib qo'yaman. Sanlar kim bo'libsanlar? Ularning tez-tez.